Hammasi millionini taklifnomasidan boshlandi. Sita bilan birgalikda tushdik. Marroq bilan maza qilib ko'rdik. Shahlolijonning rollariga gap bo'lishi mumkin emas. Mo'min aka qachonga to'g'ri berasiz? Mana eslagan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni xohlaymiz. Maza qilib maroq bilan ko'rdik, kulishdik, birgalikda bo'ldik. Eng old qatorda klassa taklifnoma qilinganlar o'tiriladi. Men negadir o'sha yuragim boshqacha ura boshladi-da, men sababini tushunmadim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuntirib o'taman. Chunki farzandlarim uyga kelishim bilan menga syurpriz tayyorlashibdi. Ko'zimda yosh va hayajon ila qolganini o'zingizlar videolarda ko'rishingiz mumkin. Chunki bu emotsiyani sizlarga aytib bera olmayman. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sizdek bo'lolmadim onam kim Ben onamga olib beraman dedim-da. Keyin o'tib qoldilar. Olib bermadim chiqishni. Keyin mana shunaqa narsani onam bo'lsa xohlaydilar. Rasmanga aytdilar. Mana shunaqa narsa bo'lsa xaridida vaqti qolsa, uni ham kunlarga qilaman dedim, lekin uni ham kunlarga borolmadim. Hozir anu ham alam ham anu qachondan beri qolyaptim deb Молодец bolalaringiz. umra badal qilaman deb qaltirib ketaman. Ben qilmagan narsam bolalarim qildi. Tabriklaymiz. Tabriklayman.